Turkiya mahsulotini importlayapsizamiz. Aka, bu urug'ni nima tomoni ma'qul keldi sizga? Oldin ikki urug'laringizdan nima tomoni afzalligi bor dedi? Buni palagi zo'r ekan, hosildorligi ham. Ha, ko'rib turganingizdek ham yangi novda chiqyapti-da, ustini yopib ketaveryapti. Yana kun urish degan narsa yo'q ekanda bunda. Ochiq dalaga ham zo'r ekan. Hosildorligi o'ta yuqori. Hosillik hali ham solyapti, yangi chiqqanlari gullab, xudo xolasa kuzgacha soladi-da bu. Hosildorligi zo'r ekan, mana shu pomidor tavsiya qilamiz. Ekish kerak. Xudo xolasa keyingilik ko'proq ekamiz bundan. Harakat qilasiz. Zo'r pomidor ekan, gap yo'q ekan. Shirinligi ham zo'r ekan. Bozorda olyapti, klient ertasi kun klient bo'lyapti. O'sha telefon qilishyapti, aka shirinligi zo'r ekan. Bizga bering. Klient ko'p lekin. Bozorboq pomidor ekanda bu. Rangi ham tiniq, shirinligi ham zo'r-da buni. Mana hozir boshqa sort pomidorlarni ko'ryapmiz. Issiqda kasallikka chidalmay yoki hasharotga chidalmay palaklar o'zini tashab, shunaqa holatlar kuzatilyapti, lekin bunda unaqa holat yo'q. Hosillari ham juda yaxshi. Solishlari mana. Bu terilgan aka, xudo xolasa. Terilgandan qolgani mana. Ko'rishingiz mumkin. Palak tayri to'la pomidor mana.